Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Ativanus. Bugungi darsimiz Google darslar to'plamidagi 5-mavzu bo'ladi, ya'ni Google Drive tizimini o'rganish bo'ladi. Google Drive bu Google tomonidan taqdim etilgan tizim bo'lib, siz bu tizim orqali o'zingizning fayllaringizni saqlashingiz yoki bo'lmasam uni boshqarishingiz yoki boshqa bir odam bilan baham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni baham ko'rish deganda aynan shu faylni ikkita akkaunt birgalikda ishlatishi tushunilyapti bu yerda. Agarda misol uchun sizda Google Docs yoki bo'lmasam Google Sheet orqali qandaydir Word, Excelingiz bo'lsa, siz uni yaratasiz va uni boshqa bir odam bilan birgalikda ishlatasiz. Va xudo xolasa Google Docs'larni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib Google Drive tizimiga qanday kiramiz? Agarda sizda Chrome brauzer bo'lsa, mana bundan Drive deb bosib, mana bunga bosish orqali mana bu saytga kirasiz. Agarda sizda Chrome bo'lmasa, bu yerdan Google Drive deb qidirasiz va mana bu birinchisiga drive.google.com degan saytga kirasiz va ko'rinishi mana bunday bizda oyna ochiladi. Endi agarda sizda kompyuter emas, telefon bo'lsa, siz buni Play Marketdan yuklab olasiz, Google Drive deb yozib va ochiladi. Ya'ni xudo xolasa mana bu yerda o'rgatganlarimiz telefonda ham deyarli bir xil ishlaydi, ko'rinishlari, ishlashlari deyarli bir xil bo'ladi xudo xolasa. Agarda sizning akkauntingiz yoki bo'lmasam brauzeringiz rus tiliga sozlangan bo'lsa, mana bu ruscha yoki bo'lmasam inglizcha chiqishi mumkin. Endi tizimni qanday ishlashini o'rganib chiqamiz. Xo'p, birinchisi mana bu yerda fayllarni, ya'ni sizning fayllaringizni mana bu yerdan qidirishingiz mumkin. Mana bu orqali kengaytirilgan qidirish va mana bu orqali demak list ko'rinishda yoki bo'lmasa mana bunday katakcha ko'rinishda ko'rinish, ya'ni o'zgartirishingiz mumkin fayllaringizning ko'rinishi. Xo'p, endi bu yerda yangi papka ochish, faylni yuklash, papka yuklash yoki bo'lmasam Google Docs, Google Sheet yoki bo'lmasam Google Slide yoki Google Formlarni yangi qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Bularni keyin ko'ramiz. Xo'p, bu nima? Xo'p, tipi bo'yicha yoki bo'lmasam egasi bo'yicha qidirish, ya'ni filtrlash yoki bo'lmasam o'zgartirilgan sanasi bo'yicha yoki source bo'yicha, Gmail yoki Meetdan kelgan fayl bo'yicha. Xo'p, birinchisi home. Bu yerda nima turadi? Bu yerda umumiy fayllar, bizning akkauntimizdan foydalanish mumkin bo'lgan fayllar ko'rinadi. Mana bu yerda mening fayllarim turadi. Bu yerda kompyuter turibdi. Ya'ni agarda siz mana buni birorta kompyuteringizdagi fayl bilan, ya'ni disk bilan bog'lasangiz, mana bu yerda ko'rinadi. Xo'p, bu nima? Share it with me. Ya'ni bu boshqa bir akkaunt tomonidan bizga ruxsat berilgan fayllar bu yerda turadi. Yaqindagina, bu recent, yaqindagina foydalanilgan fayllar, startlar, ya'ni bu mana bu yulduzcha qo'yilgan fayllar, muhim fayllar, spamlar va trash bu o'chirilgan fayl. Xo'p, buni delete qilamiz, o'chiramiz. Endi storage. Xo'p, qaranglar. Siz birorta akkaunt ochganingizdan keyin, Google akkaunt ochganingizdan keyin sizga umumiy 15 GB joy ajratiladi. Agarda undan oshib ketsa, siz sotib olasiz. Xo'p, 15 GB bu nima uchun? Bu Gmail bo'ladimi, Drive bo'ladimi yoki bo'lmasam Google Sheet yoki Google Docs bo'ladimi? Barcha Google mahsulotlari uchun, Google xizmatlari uchun umumiy 15 GB ajratiladi. Endi siz Google Docs'dan qandaydir fayl yaratganingizda ham bu mana bu yerda saqlanadi. Xo'p, keling qo'shib ko'ramiz. Misol uchun mana bu new ga bosamiz. Bu yerda yangi Google Docs yaratamiz. Endi buni nom beramiz. Misol uchun test 2 deb nomladik. Endi mana bu saqlandi. Mana save to drive. Bundan chiqib ketadigan bo'lsak va buni qayta yuklasak, mana bu yerda bizda ko'rindi. Va mana bu yerda ham bor. Xo'p, ko'rinishi mana bunday o'zgartirishingiz mumkin. Demak, home, computer, share it with me. Google Docs xudo xolasa keyingi darsda qanday ishlashni ko'rib chiqamiz. Endi bu fayl, to'g'rimi? Xo'p, buni o'chiramiz. Trashda turibdi, demak trashdan o'chirib tashlaymiz. Fayl qo'shish tushunarliga, demak new qandaydir boshqa bir turdagi faylni qo'shishingiz mumkin. Endi keling bu yerga misol uchun papka yaratamiz. Yangi papka yaratdik. it1.uz deb nomladim papkaning nomini. Va buning ichiga kiraman. Kirdim. Endi shu yerga men faylni upload qilishim mumkin. Downloadsga o'taman, mana bu kitobni upload qilaman. Uploading bo'lyapti. Demak, upload bo'ldi. Endi mana bu kompyuterdan
yuklab olgan faylni boshqa bir kompyuterdan, ya'ni boshqa bir mana bu Google akkauntimiz saqlangan kompyuterdan ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarliga, demak faylni qo'shishni, papka qo'shishni ko'rdik. Endi keling, mana bu papkaga boshqa bir akkauntga dastur berishni ko'rib chiqamiz. Buni o'chiraman. Bu ham yo'q. Buning uchun mana bundan dastur beraman mana bu akkaunt uchun. Demak, mo'y diskga o'tdim. Yangi papka qo'shaman. Dars deb nomladim. Sazdat. Papkani ichiga kirib turib, men misol uchun bu yerda bitta Google dokument yaratdim. Dars uchun deb nomlangan. Hop, saqlanib bo'ldi. Endi chiqib ketaman. Mana bu dars uchun degan dokumentim bor, men uchun yaratilgan. Endi men mana bu dars uchun mana bu akkauntga ruxsat berishim kerak. Ya'ni mana bu faylni ham mana bu akkaunt, ham mana bu akkaunt foydalanishi uchun nima qilaman? Demak, mana bu papkaga o'taman. Bu yerdan boshqa bir dastur uchun ochish yoki bo'lmasa yuklab olish, nomini o'zgartirish, boshqa bir user qo'shish, demak, qanaqadir rang berish, misol uchun rangini o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Demak, papka haqida ma'lumotlar bor. Mana bu o'chirish. Endi keling, birorta odamga dastur beramiz. Keling, birinchi mana bu silkani kopirovat qilamiz. Endi mana bu yangi oynaga o'tib turib, bu yerdan stavit qilamiz, enter bosamiz. Ko'ryapsiz, bu yerda unit access, ya'ni mana bu faylga dastur yo'q deyapti. Ya'ni siz request yuborishingiz mumkin. Bu request orqali mana bu odam sizga dastur beradi. Misol uchun menga ruxsat ber deb yuborasiz. Request yuborildi. Endi qarang. Mana bu yerga o'tgan paytimda, odam qo'shmoqchi bo'lganimda, bu yerda o'zi chiqib qoladi. Qarang, ko'ryapsiz-a? Ya'ni IT1uz mana bu faylni, ya'ni mana bu papkani o'zgartirishni xohlayapti, ya'ni dastur so'rayapti. Xo'p, посмотреть qilamiz. Demak, ruxsat qo'shamiz va chetdan o'qish uchun, kommentator bo'lish uchun, demak, o'zgartirish uchun открыть dastur. Endi bizda ikkita user mana bu papkadan foydalana oladi. Qayta mana bu yerdan home ga o'tsak, endi bizda mana bunga o'tamiz. Endi bizda mana bu dars bu yerda ham ko'rinadi. Ko'ryapsiz, dars uchun fayl bizda ko'rindi. Endi buni o'zgartirishimiz yoki bo'lmasa o'zimizga yuklab olishimiz mumkin. Agarda chiqarmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz? Mana bunga o'tamiz va mana bu IT1 ni dastupini olib qo'yamiz. Закрыть dastup. Сохранить. Endi dastup yo'q, ko'ryapsiz-a? Endi ruxsat berishning yana bir boshqa usuli bor. Bu nima? Mana bu yerga bosamiz va bu yerdan сведениyadan mana bunga ограничения, связанные с безопасностью o'tamiz. Bu yerdan настроить dastup o'tamiz. Xo'p. Mana bunday ham o'tsak bo'ladi. Открыть dasturdan. Xo'p, endi mana bu yerda все, у кого есть ссылка deyapti. Ya'ni agarda kimda ссылка bo'lsa, unga dastur ochishni belgilab qo'ydik. Endi agarda kimdadir ссылка bo'lsa, unda dastur bor, lekin bu yerda ko'rinmaydi, chunki aynan birorta odam uchun biz dastur ochmadik. Agarda kimdadir ссылка bo'lsa, demak o'sha ссылка orqali kirib ko'rishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi biz ссылкani olamiz. Kopirovat ссылка. Endi bu ссылкani biz Telegramdan yoki bo'lmasa birorta joydan yuborishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana bunga yubordik va bu o'zining brauzerida ochyapti. Va dars papkasi ochildi. Endi ko'radigan bo'lsak, darsning ichidagi faylga bizda ruxsat bor. Ya'ni bu yerda demak recentda ham ko'rinadi va home'da ham ko'rinyapti. Endi ruxsatni olib tashlaymiz. Xo'p, открыть dastup.
Demak, bu yerda u kого есть доступ deyapti. Ya'ni agarda kimdadir ссылка bo'lsa, faqat o'qish uchun, kommentator uchun yoki bo'lmasam o'zgartirish uchun ruxsatlarni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Tushunarligi? Xo'p, endi buni biz доступ ограничен qilamiz, ya'ni hech kimga доступ bermaymiz. Okey. Bu yerda endi ruxsat hop reload qilamiz. Demak, uje ruxsat yo'q. Ko'ryapsiz-a? Xudo xolasa Google Diskni keyingi darslarda ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni Google Sheet, Google Docs'dan o'tgan paytimizda ham albatta Google Disk bizga kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.